Sevinch Mo'min va Sharof Muqimov xiyonatlari va qaynonasining uyga sig'dirmagani haqidagi barcha sirlarni xalqqa oshkor qildi. Bu safar barcha haqiqatlar fosh bo'ladi. Azizlar, videoni oxirigacha ko'ring. Xonanda Sevinch Mo'minova Laziza Shok o'z YouTube kanaliga bergan intervyusida ilk marta sobiq turmush o'rtog'i Sharof Muqimov bilan ajrashishiga nima sabab bo'lgani haqida, marhum qaynonasi bilan munosabatlari haqida gapirib berdi. Sevinch aslida oradan bir necha yil o'tganidan so'ng oilaviy hayoti haqida intervyu berishga, uni sobiq turmush o'rtog'ining intervyularida unga tekkizib ketayotgan gaplari sabab bo'lgani haqida gapirdi. Sharof avvalgi intervyularda bo'laveradi deb o'ylanmaslik kerak ekan, debdi. U emas, aslida men mayli bo'laveradi deb turmushga chiqqandim-ku. To'yni to'xtatmoqchi bo'lganim esimdan chiqib qolibdimi? Unashtirilgandek to'yimiz aniq edi, lekin bir kunda bir marta xabar olib qo'ng'iroq qilmasdi. Men bilan qiziqmasdi. Sevmasligini, mehri yo'qligini o'sha vaqtdan sezardim. Chaqirib to'yni to'xtatmoqchiligimni aytganimda ham menga emas, senga har xil gaplar keladi degandi. Farqi yo'q dedim. Endi baxtimni topganimda meni tashlab ketma deb yig'ladi. Sodda bo'lib o'sha ko'z yoshlariga ishonibman, lekin bari soxta ekan, deydi xonanda. Sevinchning aytishicha, qizini dunyoga keltirib 4 yil uyda o'tirgan ham sobiq turmush o'rtog'iga malol kelgan. Sevinch Mo'minova oilasini saqlab qolish uchun oxirigacha kurashgan, hatto uning xiyonatlariga ham ko'z yumgani haqida gapirdi. Ajrashishimizga sabablarni aytsam, begona qizlar bilan yozishardi. Isbotlarigacha bor. Onamni ko'rgani Farg'onaga bir haftaga ketib qaytib kelganimda uydan ayollar upasi topganman. Meniki emasdi. Janjal ko'tarmaganman, faqat so'raganman. Do'stim klipga suratga tushgandi. Grimyorniki cho'ntagida qolib ketgan ekan, shu tushib qolgan shekilli degan. Gapiga ishondim, unga qattiq ishonardim. Menga xiyonat qilishi mumkinligini tasavvur ham qilolmasdim. Keyin hammomdan begona ayollar ichki kiyimini topib oldim. Shundan so'ng butkul ishonchim yo'qoldi. Ataylab tashlab ketilgan edi. Hech kim unutib qoldiradigan narsa emas bu. Bir qiz bilan ham gaplashishini bilib qolganman. Sharof unga mabodo Sevinch senga qo'ng'iroq qilib qolsa singlisiman deb aytgan degan ekan. U qizga qo'ng'iroq qilganimda yashirib ham o'tirmay, ha biz gaplashamiz deb menga Sharofning o'sha gaplarini skrinshot qilib yuborgandi. Men shunda ham qizim uchun u otasiz katta bo'lmasin deb bu ishlariga ko'z yumganman, lekin ko'nglim sovib bo'lgandi. Men oxirgi nuqtagacha oilamizni asrab qolishga harakat qilganman. Xonanda intervyu davomida marhum qaynonasi bilan munosabatlari qanday bo'lganiga ham oydinlik kiritdi. Qaynonam boshda meni yoqtirardi, yaxshiyam vodiydan kelin qilgan ekanmiz. Qo'l oyog'i chaqqon, shirin so'z ekan deb onamga qo'ng'iroq qilib rahmat ham aytgan. Bilmayman qanday qilib meni yomon ko'rib qoldi. Oilada qanday gap so'z bo'lsa ham umuman gap qaytarmaganman. Chunki onam meni shunday tarbiyalagan. Bir marta gap qaytarganman, unda ham bu uydan ket, yo'qol deb haydagandi. Yo'q, ketmayman, erim ket desa ketaman deganman. Shunda ham erim degan so'zim yoqmagan. Juda qattiq gap eshitganman. Sevinch yangi kelinlik paytida Sharof uni qattiq kaltaklagani haqida ham gapirib o'tdi. Sevinch qaynonasining uydan haydab yuborishi ortidan boshqa uyga ko'chib chiqqan, lekin baribir turmushi o'xshamagani haqida shunday deydi. Turmushimizga 4 oy bo'lganda onamnikiga Farg'onaga borganmiz. Qaynonam qo'ng'iroq qilgan, eshitmay qolganmiz. Keyin gaplashganimizda menga bunday kelin kerak emas, uyga qaytib kelmasin degan. Nega kelmasligim kerak? Borganman. Faqat erim ket desagina ketaman deganman. Uyda qaysi xonaga kirsam orqamdan kirib haydardi. Qaynonam juda yomon gaplar aytgan, gap qaytarmasdim. Oxiri bir qattiq aytgan gapi deb ketganman. Shunda Sharof meni alohida uyga olib chiqqan. 4 yil o'sha uyda onasidan berkitib yashadim. Bir kun men bilan, bir kun onasi bilan yashardi. Keyinchalik 4 kun onasi, bir kun men bilan yashaydigan bo'ldi. Bu hayot emas-da. Qizim chaqaloqligida kasal bo'lardi. Hamma narsasiga o'zim yugurardim. Yarim kechasi dorixona, shifoxonalarga o'zim olib borardim. Opasi ham, ukasi ham juda qizg'anardi. Doim janjal ko'tarardi.
xotiningni mendan ko'proq yaxshi ko'rasan deydi xonanda. Alohida chiqib ketdim va 6 yildan keyin qaynonam saraton kasaliga chalindi. Shundan keyin Sharofning muomalasi menga qattiq o'zgardi. Borib qaraymi deganimda yo'q dedi. Aytishlaricha onasini men kasal qilib jonini olgan ekanman. Men oilamizni saqlab qolishga oxirigacha harakat qildim. Boshidan boshlaylik deganda ham qarindoshlarim, do'stlarim nima deyishadi degandi. Shundan keyin bilganman bu odamning o'zining fikri yo'qligini. Hozir ham menga turmush qurish taklifi bilan ko'p chiqishadi. Ammo qizimga chin otalik qila oladigan, meni doim himoya qilib, yonimda turadigan inson bo'lsagina rozi bo'lishim mumkin. Taqdir qilmagan bo'lsa bunga ham roziman deya so'zlarini davom ettiradi xonanda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.